Dasturimiz davom etadi. Poytaxtimizda suv resurslari, suv ta'minoti va sanitariya yo'nalishi bo'yicha tarmoqlararo ishchi guruhning 6-yig'ilishi bo'lib o'tdi. Muloqotda tarmoq idoralari, xalqaro tashkilotlar ishtirok etdi. O'zaro hamkorlikda tashkil etilgan navbatdagi yig'ilishda suv xo'jaligi sohasidagi me'yoriy huquqiy bazani tahlil etish va takomillashtirish, suv kodeksiga sharhlar ishlab chiqishga qaratilgan taklif va tavsiyalar o'rtaga tashlandi. So'z olganlar yangi qonun normalarini amaliyotga samarali joriy etish, huquqni qo'llashda yagona yondashuvni shakllantirish va ijro mexanizmini kuchaytirish zarurligini ta'kidladi. Today we had our first meeting of this year of the water sector working group. Bugun suv sektori bo'yicha ishchi guruhning joriy yil uchun birinchi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Ushbu uchrashuvda barcha hamkorlar tomonidan yil davomida amalga oshiriladigan ustuvor vazifalar belgilab olindi. Bilamizki, avvalgi muloqotlarda O'zbekistonning yangi suv kodeksi tanishtirilgan edi. Navbatdagi mazkur yig'ilishda esa oradan 3 oy o'tib, suv kodeksini milliy qonunchilikka tatbiq etish masalalari muhokama qilindi. Suv ta'minoti, suv resurslari va sanitariya kabi muhim yo'nalishlarda fikr almashish uchun bunday muntazam uchrashuvlarning o'tkazilishi juda dolzarb ahamiyatga ega. Chunki hozirda bu sohada mamlakatda tarixiy islohotlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga kelgusida yanada ko'plab rejalar, loyihalar mavjud. Muloqotlarda esa hamkorlar bilan ayni shu masalalarni muntazam muhokama etib boramiz. Bu kabi yig'ilishlar davlat organlari va xalqaro hamjamiyat o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash, investitsiyalarni jalb etish va O'zbekiston suv sohasini barqaror rivojlantirishni ta'minlashga xizmat qilmoqda. Ma'lumot uchun sektor guruhi faoliyatini suv xo'jaligi hamda ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi muvofiqlashtiradi. Shuningdek, Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki, Shveysariya taraqqiyot va hamkorlik agentligi, GIZ kabi xalqaro tashkilotlar faol ishtirok etmoqda. Guruhning asosiy vazifasi davlat organlari, xalqaro moliya institutlari va donor tashkilotlarining sa'y-harakatlarini birlashtirgan holda suv sohasini kompleks isloh qilishni ta'minlashdan iborat.